Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar, aziz do'stlarim. Bugun men sizlar bilan juda ham muhim, ayniqsa 60 yoshdan oshgan barcha nafaqaxo'rlarimiz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzuni muhokama qilish uchun shu yerga yig'ildik. Ishonchim komilki, batatammalen nesatetissanin. Ishonchli bu ma'lumot sizning nafaqangizga bevosita ta'sir qiladi va agar siz hozir men aytadigan narsalarni bilmasangiz, jiddiy moliyaviy yo'qotishlarga duch kelishingiz mumkin. Bu shunchaki bir xabar emas, bu sizning kelajagingiz, farovonligingiz va qonuniy huquqlaringiz haqidagi o'z vaqtida berilgan ogohlantirishdir. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang, chunki har bir so'z muhim. Darhol aytmoqchimanki, bugungi ma'lumotlar shoshilinch xarakterga ega. Vaqt o'tkazmasdan kanalimizga obuna bo'lishni, ushbu videoga like bosishni unutmang, chunki bu ma'lumot ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi va bizning jamoamizni yanada qimmatli materiallar tayyorlashga undaydi. Demak, boshladik. Hozirgi kunga qadar nafaqa tizimimizda ba'zi jihatlar mavjud ediki, ular ko'p yillar davomida amalda bo'lib keldi. Ko'pchilik uchun nafaqa olish jarayoni nisbatan sodda va tushunarli edi. Tegishli yoshga yetganingizda belgilangan hujjatlarni topshirardingiz va ma'lum bir miqdordagi nafaqa tayinlardi. Keyinchalik nafaqa miqdori avtomatik ravishda asosan inflyatsiya darajasiga yoki hukumatning markazlashgan qarorlariga muvofiq qayta hisoblanar edi. Bu degani, siz nafaqa oluvchilar sifatida odatda qo'shimcha harakatlar qilmasdan ham nafaqangizning indeksatsiyasini ko'tardingiz. Masalan, yiliga bir yoki 2 marta nafaqa miqdorining ma'lum foizga oshirilishi odatiy hol edi. Bu jarayon avtomatik tarzda sizning hech qanday arizasiz yoki qo'shimcha hujjatlarsiz amalga oshirilardi. Natijada ko'plab nafaqaxo'rlar tizimga ishonib, o'z navbatini kutishardi va ularning nafaqasi, garchi unchalik tez o'smagan bo'lsa ham, barqaror ravishda oshib borardi. Bu bir tomondan qulaylikni ta'minlar edi, lekin ikkinchi tomondan ba'zi hollarda nafaqaxo'rning shaxsiy holatidagi o'zgarishlar, masalan, ish stajidagi qo'shimchalar yoki oilaviy ahvolning o'zgarishi kabi muhim omillar avtomatik ravishda hisobga olinmasligi mumkin edi. Nafaqaxo'rlarning aksariyati, ayniqsa keksa avlod vakillari, davlat tashkilotlari ularning manfaatlarini to'liq himoya qiladi va barcha yangiliklardan xabardor qilib boradi deb ishonishardi. Bu esa ularni o'z huquqlari va imtiyozlari haqida chuqur ma'lumot olishga undamayotgan edi. Ammo hozirgi kunda vaziyat sezilarli darajada o'zgardi va bu o'zgarishlar aynan sizga 60 yoshdan oshgan nafaqaxo'rlarimizga bevosita taalluqli. Eng katta o'zgarishlardan biri shundaki, nafaqalarni qayta hisoblash va ba'zi qo'shimcha imtiyozlarni olish mexanizmi endi avtomatik emas, balki ariza berish tamoyili asosida ishlamoqda. Bu shuni anglatadiki, agar siz o'z nafaqangizni oshirishni yoki sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlarni olishni istasangiz, endi sizning o'zingiz tegishli idoralarga murojaat qilishingiz, kerakli hujjatlarni taqdim etishingiz va arizangizni rasmiylashtirishingiz shart. Bu passiv kutish davri tugaganligini anglatadi. Hukumat nafaqa tizimini optimallashtirish va resurslarni yanada adolatli taqsimlash maqsadida bir qator yangi tartiblarni joriy etdi. Bu tartiblarning asosiy maqsadi bir tomondan haqiqatda yordamga muhtoj bo'lgan shaxslarga aniqroq ko'mak berish bo'lsa, ikkinchi tomondan bürokratik jarayonlarni qisqartirish va nafaqa tizimining shaffofligini oshirishdir. Ya'ni davlat endi nafaqa tizimida shaffoflik va adolatni ta'minlashga qaratilgan qat'iy islohotlarni amalga oshirmoqda. Bu islohotlar har bir nafaqaxo'rning shaxsiy ahvolini aniqroq hisobga olishni talab qiladi. Chunki har bir holat o'ziga xos va noyobdir. Endi nafaqa jamg'armasi avtomatik tarzda sizning har bir o'zgarishingizdan xabar topmaydi, balki sizning faol ishtirokingizni kutadi. Lekin bu o'zgarishlarning siz uchun amaliy natijasi shundaki, endi siz nafaqaxo'rlar o'z huquqlaringizni himoya qilish va nafaqangizni maksimal darajada olish uchun faol bo'lishingiz kerak. Aks holda siz avtomatik tarzda qo'shimcha to'lovlardan mahrum bo'lishingiz yoki nafaqangizning qayta hisoblanishini kutib qolishingiz mumkin. Bu juda muhim nuqta, chunki ko'plab keksa yoshdagi fuqarolarimiz bu yangi tartibdan bexabar bo'lishlari mumkin. Shu sababli bugungi ma'lumotlarimiz siz uchun juda dolzarb va shoshilinch ahamiyatga ega. Demak, hozir siz nimalarni bilishingiz kerak, kimlar ayniqsa savotirda bo'lishi va kimlar sotirjam bo'lishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchidan, kimlar savotirda bo'lishi kerak? Juda oddiy javob, albatta 60 yoshdan oshgan va so'nggi 5 yil ichida bir sababga ko'ra nafaqa hisob kitoblariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan jiddiy o'zgarishlar yuz bergan har bir nafaqaxo'r savotirda bo'lishi kerak. Bu qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Keling, har birini alohida tahlil qilamiz. 10 ish staji yoki ish haqi bo'yicha ma'lumotlardagi o'zgarishlar.
agar siz nafaqaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettirgan bo'lsangiz, lekin rasmiy ravishda bu haqda nafaqa jamg'armasini sabardor qilmagan bo'lsangiz yoki sizning ish stajingizga oid ba'zi ma'lumotlar ilgari noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, bu sizning nafaqangizni kamaytirishga olib kelishi mumkin. Eski tizimda bu ma'lumotlar ko'pincha avtomatik ravishda yangilanardi yoki sizga eslatmalar kelardi. Hozir esa sizning o'zingiz bu ma'lumotlarni qayta ko'rib chiqishingiz va rasmiylashtirishingiz kerak. Misol uchun, agar siz nafaqaga chiqqaningizdan so'ng yana ma'lum muddat, aytaylik 3 yil davomida yuqori maoshli ishda faoliyat olib borgan bo'lsangiz, bu qo'shimcha ish staji va olgan yuqori ish haqingiz sizning nafaqangiz miqdorini sezilarli darajada oshirish potensialiga ega. Biroq agar siz ushbu yangi ish staji va yuqori ish haqidagi ma'lumotlarni o'zingiz nafaqa jamg'armasiga taqdim etmasangiz, nafaqa jamg'armasi buni avtomatik ravishda hisobga olmaydi va siz o'zingizga tegishli bo'lgan qo'shimcha nafaqa qismidan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu sizning faol ishtirokingizni talab qiladigan juda muhim jihatdir. Real hayotdan misol bir. Farhod aka 68 yoshda. U 2015 yilda nafaqaga chiqqan, lekin 2018 yilgacha, ya'ni 3 yil davomida xususiy korsonada yuqori maosh bilan ishlagan. Uning birinchi nafaqasi uning 2015 yilgacha bo'lgan staji va maoshiga qarab hisoblangan. Farhod aka o'sha paytda nafaqasini qayta hisoblash uchun ariza berish shart emas deb o'ylagan, chunki ilgari bu avtomatik ravishda amalga oshirilardi. Natijada Farhod akaning nafaqasi hozirgacha 2001 yilgi hisob-kitoblar asosida to'lanmoqda. Agar u hozir murojaat qilsa, 2015-2018 yillardagi qo'shimcha ish staji va yuqori maosh hisobga olinib, uning nafaqasi oyiga kamida 35-30% ga oshishi mumkin. Bu masalan oyiga 200 bin so'mdan 300 bin so'mga qadar qo'shimcha mablag' degani. 3 yillik qo'shimcha ish staji nafaqa formulasida sezilarli farq qiladi, chunki bu nafaqa miqdoriga bevosita ta'sir etuvchi eng muhim omillardan biridir. Har bir qo'shimcha ish yili sizning nafaqa balingizni oshiradi. Bu esa o'z navbatida pul ko'rinishidagi nafaqa miqdorini ko'paytiradi. Nafaqa ballari tizimi sizning mehnat stajingiz davomiyligi va ishlagan davrdagi ish haqi miqdorini inobatga olgan holda hisoblanadi. Shuning uchun bu Farhod aka uchun juda katta yo'qotish hisoblanadi, chunki u nafaqasining adolatli miqdorini ololmayapti. 2. Yangi ijtimoiy imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlar. Oxirgi yillarda qonunchilikka ko'ra ba'zi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun yangi turdagi qo'shimcha to'lovlar va imtiyozlar joriy etildi. Bular nogironligi bor shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, ko'p bolali onalar yoki muayyan kasalliklarga chalingan shaxslar uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Ilgari bunday imtiyozlar haqidagi ma'lumotlar ko'pincha ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilinar, lekin ba'zida ularni olish uchun maxsus ariza talab etilmasdi. Endi esa bu to'lovlar deyarli har doim faqatgina sizning shaxsiy arizangiz asosida tayinlanadi. Bu degani, agar siz ushbu toifaga kiruvchi nafaqashor bo'lsangiz va sizga tegishli bo'lgan yangi imtiyozlar haqida eshitgan bo'lsangizda, ammo uni olish uchun hech qanday harakat qilmagan bo'lsangiz, undan mahrum bo'lishingiz mumkin. Davlat bunday imtiyozlarni aniq maqsadli yo'naltirishga intilmoqda. Shuning uchun ham ariza berish mexanizmi joriy etilgan. Real hayotdan misol 2. Dilbar opa 72 yoshda, yolg'iz yashaydi va uning oilasida qaraydigan hech kim yo'q. Bir necha yil oldin uning eri vafot etgan va u boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladi. Yaqinda qabul qilingan qonunga ko'ra, yolg'iz yashovchi, nafaqashor, keksa ayollar uchun kommunal xizmatlar uchun qo'shimcha subsidiyalar yoki bir martalik moddiy yordam ko'zda tutilgan. Dilbar opa bu imtiyozdan bexabar. Agar u mahalladagi ijtimoiy iqtisodimga yoki nafaqa jamg'armasiga murojaat qilsa, unga har oy kommunal to'lovlarining bir qismi uchun subsidiya tayinlanishi mumkin. Bu masalan oyiga 180 so'm bo'lishi mumkin. Bu uning umumiy daromadiga sezilarli qo'shimcha bo'ladi va yiliga 890 so'm degani. Uning uchun bu qo'shimcha moddiy yordam kommunal xarajatlarni to'lashda juda katta yordam beradi. Ayniqsa isitish mavsumida gaz va elektr energiyasi narxining oshishi sharoitida. Lekin bu imtiyozni olish uchun u shaxsan ariza berishi shart, aks holda u bu yordamdan foydalana olmaydi. 3. Yashash joyi yoki oilaviy holatdagi o'zgarishlar. Agar siz bir viloyatdan boshqasiga ko'chib o'tgan bo'lsangiz yoki oilaviy holatingiz o'zgargan bo'lsa, masalan, eringiz, turmush o'rtog'ingiz vafot etgan bo'lsa, dili bitta masalan, bu ham nafaqangizga ta'sir qilishi mumkin.
Ba'zi hududlarda nafaqa miqdoriga koeffitsiyentlar qo'llaniladi yoki oilaviy holatdagi o'zgarishlar qo'shimcha imtiyozlarga huquq berishi mumkin. Ilgari ba'zi ma'lumotlar idoralararo almashinuv orqali yangilanardi. Endi esa bu sizning mas'uliyatingizga aylangan. Bu ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi, oluvchilar yoki yashash joyi o'zgarishi bilan bog'liq ijtimoiy himoya paketlari bo'yicha muhimdir. Agar siz yangi hududga ko'chib o'tgan bo'lsangiz va yangi manzilda doimiy yoki vaqtincha ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, bu haqida nafaqa jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Real hayotdan misol 3, Nodira opa 65 yoshda ilgari qishloqda yashagan. U erining vafotidan so'ng shahardagi o'g'lining yoniga ko'chib kelgan. Qishloq joylarida nafaqa miqdori shaharga nisbatan biroz farq qilishi mumkin, chunki qishloq joylari uchun o'ziga xos iqtisodiy sharoitlar hisobga olinadi. Shaharda yashash sharoitlari va hayot darajasi o'ziga xos bo'lganligi sababli uning nafaqasiga mos keladigan boshqa biror imtiyoz ham bo'lishi mumkin. Eng muhimi, u yashash joyini o'zgartirganini nafaqa jamg'armasiga xabar qilishi shart. Agar u buni qilmasa, uning eski manzildagi ma'lumotlari asosida nafaqa hisoblanishda davom etadi. Bu esa kelajakda ba'zi muammolarga olib kelishi mumkin. Masalan, noto'g'ri to'langan mablag'ni qaytarish talab qilinishi. Ehtimol shaharda yashayotgan keksa yoshdagi yosh bolalari bo'lmagan shaxslar uchun transport xarajatlarini qoplashga yordam beruvchi kichik bir qo'shimcha to'lov mavjud bo'lishi mumkin. Bu to'lov unchalik katta bo'lmasa ham, unga har oy so'm atrofida jamoat transportidan foydalanishda yordam beradi. Bunday kichik imtiyozlar ham yigilib, umumiy farovonlikni oshirishi mumkin, ayniqsa pensionerning budjeti cheklangan bo'lsa. Ikkinchidan, kimlar xotirjam bo'lishi mumkin. Asosan, agar siz yuqorida sanab o'tilgan hech qanday o'zgarishga duch kelmagan bo'lsangiz, ya'ni nafaqaga chiqqaningizdan biri ishlashni davom ettirmagan bo'lsangiz, oilaviy yoki yashash joyi holatingiz o'zgarmagan bo'lsa va siz ilgari barcha hujjatlaringizni to'liq tartibda taqdim etgan bo'lsangiz, siz nisbatan xotirjam bo'lishingiz mumkin. Ammo shunga qaramay, har bir nafaqa kishorga hech bo'lmaganda bir marta bo'lsa ham o'z nafaqa hisob kitoblarining to'g'riligini va unga tegishli barcha imtiyozlar hisobga olinganligini tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki ba'zida inson omili sababli xatolar yuz berishi mumkin. Sizga tegishli bo'lgan har qanday imtiyozdan mahrum bo'lmaslik uchun shaxsan o'zingizning holatingizni nazorat qilish eng yaxshi yo'ldir. Masalan, agar siz hech qachon rasmiy ishlamagan va faqat bolalariga qaragan uy bekasi bo'lsangiz va sizning nafaqangiz eng kam miqdorda hisoblanayotgan bo'lsa, sizning holatingizda katta o'zgarishlar kutilmaydi, chunki sizning ish stajingizga ta'sir qiladigan omillar mavjud emas. Ammo agar sizda nogironlik guruhini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, bu boshqa masala. Bu alohida e'tibor talab qiladi, chunki nogironlik sizga qo'shimcha nafaqa yoki imtiyozlar olish huquqini beradi. Shunday qilib, xotirjam bo'lish mumkin bo'lgan holatlarda ham ehtiyotkorlikni unutmaslik kerak. Endi esa qoidalarning istisnolari, e'tibor berilishi kerak bo'lgan ilon chaqishi mumkin bo'lgan joylar va noaniq jihatlar haqida gaplashamiz. Bu qism ayniqsa murakkab vaziyatlarga tushgan yoki o'z holatini to'liq tushunmayotgan nafaqashorlarimiz uchun juda muhimdir. Arxiv ma'lumotlarining noaniqligi va tiklanishi. Ko'pincha keksa yoshdagi nafaqashorlarimizning ish stajiga oid ma'lumotlar qog'oz shaklida saqlangan bo'lib, ular eski korsonalar tarqatib yuborilgani yoki hujjatlar yo'qolgani sababli arxivlardan topilmaydi. Hozirgi raqamlashtirish davrida ham ba'zi ma'lumotlar elektron bazalarga to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Agar sizning mehnat daftarchangizda yoki arxiv hujjatlarida ma'lumotlar to'liqsiz bo'lsa, nafaqa jamg'armasi sizning to'liq ish stajingizni hisobga olmasligi mumkin. Bu esa sizning nafaqangizni sezilarli darajada kamaytirish olib keladi. Bu holatda sizning o'zingiz ish beruvchi bilan bog'lanishingiz, arxivlardan ma'lumot so'rashingiz yoki guvohlar orqali sud tartibida ish stajingizni tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Bu uzoq va murakkab jarayon bo'lishi mumkin, ammo nafaqangizni adolatli hisoblash uchun bu zarur. Ish stajini tasdiqlash uchun ko'pincha 2 yoki undan ortiq guvohning ko'rsatmalari talab qilinadi. Ular siz bilan birga o'sha korxonada ishlagan bo'lishi va sizning ish davringizni aniq tasdiqlay olishi kerak. Bu guvohlar sudga chaqirilib, o'z ko'rsatmalarini berishlari lozim. Misol, Akmal aka 70 yoshda, u 1970-1980 yillarda qishloq xo'jaligi shirkatida ishlagan. Uning o'sha davrdagi mehnat daftarchasida faqat ishga kirgan sanasi yozilgan, lekin ishdan chiqqan sanasi yozilmagan. Natijada nafaqa jamg'armasi uning bu davrdagi ish stajini to'liq hisobga olmaslikka qaror qilgan. Akmal aka shirkatning buzilib ketganini bilardi va ma'lumot olish imkonsiz deb o'ylardi. Lekin u bir
necha sobiq hamkasblarini topib, ularning guvohligini sudga taqdim etishi mumkin. Yoki tuman arxiviga murojaat qilib, o'sha davrdagi ro'yxatga olish kitoblaridan nusxa olishga harakat qilishi mumkin. Bu jarayon bir necha oyga cho'zilib, qarabba ne berem tappa kazidi deb sarajatlarni talab qilishi mumkin. Ammo Akmal aka uchun bu 5-7 yil qo'shimcha ish staji degani. Bu esa uning oyiga nafaqasini kamida 200 bin so'mga oshirishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, harakatlar qilish vaqtincha noqulayliklarga olib kelishi mumkin bo'lsa-da, uzoq muddatli istiqbolda katta foyda keltiradi. Shuning uchun bu harakatga arziydi va bunga alohida e'tibor qaratish kerak. Ish haqi ma'lumotlarining noto'g'ri aks etishi. Ba'zan ayniqsa dosmali yillargacha ishlagan shaxslarning ish haqi haqidagi ma'lumotlar arxivlarda yoki elektron bazalarda noto'g'ri yoki to'liq bo'lmasligi mumkin. O'sha davrlarda pul birliklarining o'zgarishi, inflyatsiya va hisobga olishdagi ba'zi kamchiliklar bunga sabab bo'lishi mumkin. Agar sizning nafaqangiz hisoblashda eng past ish haqi miqdori asos qilib olingan bo'lsa, lekin siz aslida ancha yuqori maosh olgan bo'lsangiz, bu sizga katta zarar keltiradi. Bu holatda siz ish haqi bo'yicha ma'lumotlarni tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, ish haqi varaqalari, buxgalteriya hisobotlari yoki bankdan olingan ma'lumotnomalarni topishingiz va ularni nafaqa jamg'armasiga taqdim etishingiz lozim. Agar bu hujjatlar topilmasa, guvohlar ko'rsatmasi yoki sud qarori orqali ham bu ma'lumotlarni tasdiqlash imkoniyati mavjud. Bunda ham avvalgi misolda bo'lgani kabi guvohlarning ko'rsatmalari katta ahamiyatga ega bo'ladi. Misol, Shanozov 62 yoshda. U 1985-1975 yillarda injener bo'lib ishlagan va o'rtacha maoshdan ancha yuqori haq olgan. Lekin uning nafaqasi hisoblanayotganda o'sha davrdagi maoshi o'rtacha ko'rsatkichdan ancha past bo'lib chiqqan. Sababi arxiv ma'lumotlarida uning bir necha yildagi ish haqi qaydnomalari yo'qolgan yoki noto'g'ri kiritilgan. Shahnoza opa o'zining eski hujjatlari orasidan o'sha davrdagi ba'zi ish haqi varaqalarini topgan. Bu varaqalar orqali u nafaqa jamg'armasiga murojaat qilib o'zining ish haqi ma'lumotlarini to'g'irlashi mumkin. Agar bu to'g'rilansa, uning nafaqasi oyiga 130 so'mga oshishi mumkin. Bu juda katta farqdir, chunki bu bir yilda 260 bin so'm qo'shimcha mablag' degani. Shuning uchun eski hujjatlaringizni sinchiklab tekshirish zarur. Hatto bir necha 10 yillar oldingi hujjatlar bo'lsa ham, ularning har biri sizning nafaqa miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Tizim qisatolar va insonomili. Ba'zan eng to'g'ri taqdim etilgan hujjatlar va ma'lumotlar bilan ham nafaqa jamg'armasi xodimlari tomonidan qisatolar sodir bo'lishi mumkin. Bu qisatolar mexanik bo'lishi mumkin. Mandan kima noto'g'ri raqam kiritish, bitta harfni o'tkazib yuborish yoki ma'lumotlarni noto'g'ri talqin qilish. Bunday satolarni aniqlash qiyin bo'lishi mumkin, chunki siz o'zingizning nafaqa hisob kitobingizning har bir jihatini tushunmasligingiz mumkin. Shuning uchun sizga tayinlangan nafaqa miqdori bo'yicha shubhalaringiz bo'lsa, siz nafaqa tayinlanishi haqidagi qarordan nusxa olishingiz va uni mutaxassis bilan birga ko'rib chiqishingizni tavsiya qilaman. Masalan, malakali huquqshunos yoki nafaqa masalalari bo'yicha maslahatchi bu hujjatni ko'rib chiqib, satolarni aniqlab berishi mumkin. Ba'zan kichik bir hisoblash satosi uzoq muddatda katta yo'qotishlarga olib kelishi mumkin, chunki bu sato har oy takrorlanadi va yillar davomida katta miqdorga aylanadi. Misol, Botir aka 75 yoshda. Uning nafaqasi doimiy ravishda unga yetarli emasdek tuyulardi. U bir do'stining maslahati bilan nafaqa tayinlanishi haqidagi qarorning nusxasini olib, mustaqil yuridik maslahatchiga murojaat qilgan. Maslahatchi hujjatlarni sinchiklab ko'rib chiqqan edi. Botir akaning stajiga 2 yil qo'shilmaganligini aniqlagan. Bu oddiy texnik sato bo'lib, iqtisodiy ma'lumotlarni kiritishda tasodifan o'tkazib yuborgan. Bu sato tufayli Botir aka har oy 100 bin so'mdan mahrum bo'lib kelgan. Bu har yili 1-200 bin so'm degani. Nafaqa jamg'armasiga qayta murojaat qilingach, sato to'g'rilangan va Botir aka nafaqasining oshirilgan qismini o'tgan oylar uchun ham kompensatsiya sifatida olgan. Bu misol shuni ko'rsatadiki, hatto mutaxassislar tomonidan ham satolar bo'lishi mumkin va o'z huquqlarini himoya qilish uchun hushyor bo'lish muhimdir. Foto ma'lum bir kasbga oid imtiyozlar. Ba'zi kasb egalari uchun, masalan, og'ir va zararli sharoitlarda ishlaganlar, shifokorlar, o'qituvchilar, konchilar yoki harbiy xizmatchilar uchun nafaqa qonunchiligida alohida imtiyozlar nazarda tutilgan. Bular imtiyozli staj hisoblash, nafaqa yoshini qisqartirish yoki qo'shimcha to'lovlarni o'z ichiga olishi mumkin. Ammo ko'pchilik bu imtiyozlardan beksabar bo'lishi yoki ularni olish uchun qanday harakat qilishni bilmasligi mumkin. Bu turdagi imtiyozlar ko'pincha ariza berish tamoyili asosida ishlaydi va sizning o'zingiz ularga murojaat qilishingiz
qilishingiz kerak. O'z kasbingizga oid huquqlaringizni yaxshilab o'rganing, chunki bu sizning nafaqangizga juda katta ta'sir qilishi mumkin. Masalan, ba'zi kasblarda 1 yil ishlash 1,5 yoki 2 yil stajga tenglashtirilishi mumkin. Bu esa umumiy nafaqa stajingizni sezilarli ravishda oshiradi va nafaqa miqdoriga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Misol, Alisher aka 60 yoshda 25 yil davomida Ogir metallurgiya zavodida ishlagan. Uning nafaqasi umumiy asosda hisoblangan. Biroq metallurgiya sanoatida ishlagan shaxslar uchun nafaqa yoshi qisqartirilishi va har yili qo'shimcha staj berilishi mumkin edi. Masalan, har bir ishlagan yilga 7 yil staj. Agar Alisher aka bu imtiyozni to'g'ri rasmiylashtirsa, uning staji 25 yildan emas, balki 37 yildan hisoblanishi mumkin edi. Bu nafaqasini oyiga 300 bin, 400 bin so'mga oshirishi mumkin. Bu esa yiliga 3-600 bin so'mdan 4-800 bin so'mga teng bo'ladi. Bu imtiyozni olish uchun u zavoddan maxsus ma'lumotnoma olishi va nafaqa jamg'armasiga taqdim etishi shart edi. U bu haqda o'ylamagandi, chunki ilgari unga hech kim bu haqida ma'lumot bermagan. Endi u murojaat qilsa, bu imtiyozlarni hisobga olishlari mumkin va u o'zining qonuniy haqqini olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hurmatli nafaqaxo'rlar, endi eng muhim qismga o'tamiz: amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Qaysi idoraga borishingiz, qanday hujjatlarni to'plashingiz va nima yozishingiz kerak? Barchasini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, o'zingizning shaxsiy holatingizni tahlil qiling. Yuqorida aytib o'tganimdek, so'nggi 5 yil ichida sizning hayotingizda qanday o'zgarishlar sodir bo'lganini eslang. Har bir detalni, har bir yuz bergan o'zgarishni xotirangizda jonlantirishga harakat qiling. Nafaqaga chiqqaningizdan keyin ishlashni davom ettirdingizmi? Agar ha bo'lsa, qancha vaqt ishladingiz va qancha maosh oldingiz? Qaysi tashkilotda ishladingiz? Bu ma'lumotlar juda muhim. Oilaviy holatingiz o'zgardimi? Masalan, turmush o'rtog'ingiz vafot etdimi? Ajrashdingizmi? Yolg'iz yashaysizmi? Bu oilaviy ahvolingizga bog'liq qo'shimcha imtiyozlar uchun asos bo'lishi mumkin. Yashash joyingizni o'zgartirdingizmi? Viloyat yoki shaharlararo ko'chib o'tganmisiz? Yangi manzilda ro'yxatdan o'tganmisiz? Bu ba'zi hududiy qo'shimchalar yoki imtiyozlarga ta'sir qiladi. Sizda yangi kasalliklar yoki nogironlik paydo bo'ldimi? Agar ha bo'lsa, tibbiy xulosalar va guvohnomalarni tayyorlang. Bu nogironlik nafaqasi yoki boshqa ijtimoiy to'lovlar uchun asosdir. Sizning kasbingiz yoki ish sharoitingiz qanday edi? Sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan maxsus imtiyozlar bormi? Masalan, og'ir mehnat sharoitlarida ishlaganlik uchun. Nafaqa hisoblash uchun taqdim etgan hujjatlaringizni eslang. Ularda barcha ma'lumotlar to'g'ri edi deb ishonchingiz komilmi? Mehnat daftarchangizdagi har bir yozuvni diqqat bilan ko'zdan kechiring. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni to'plashni boshlang. Har bir holat o'ziga xos bo'lsa-da, umumiy ro'yxat quyidagicha bo'ladi. Bu hujjatlarni to'plashda ehtiyotkor bo'ling va ularning asl nussalarini ham tayyorlang. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, asl nussasi va kamida 2 nussasi pasport yoki ID karta. Bu sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat bo'lib, har bir rasmiy murojaat uchun zarurdir. Pasportingizning barcha sahifalarini, ayniqsa ro'yxatdan o'tgan manzilingiz va shaxsiy ma'lumotlaringiz ko'rsatilgan sahifalarini nuskalashni unutmang. Nussalar aniq va o'qilishi mumkin bo'lishi kerak. Nafaqa guvohnomasi, asl nussasi va nussasi. Bu sizning nafaqaxo'r ekanligingizni tasdiqlovchi asosiy hujjatdir. Unda nafaqangizning tayinlangan sanasi va miqdori haqida umumiy ma'lumotlar bo'lishi mumkin. 3. Mehnat daftarchasi, asl nushasi va barcha yozuvlarining nushasi. Bu sizning ish stajingizni tasdiqlovchi eng muhim hujjatdir. Undagi har bir yozuvning aniq va o'qilishi mumkin bo'lishiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir yozuvlar o'chib ketgan bo'lsa yoki aniq bo'lmasa, bu muammo bo'lishi mumkin va siz keyinchalik tushuntirish berishingiz yoki ularni tasdiqlashingizga to'g'ri keladi. Ish haqidagi ma'lumotnoma. Agar mavjud bo'lsa, agar siz nafaqaga chiqqandan so'ng ishlagan bo'lsangiz, so'nggi ish joyingizdan ish haqi va ish staji haqida ma'lumotnoma olishingiz kerak. Bu ma'lumotnoma sizning oksirgi ish haqi miqdorini va qancha muddat ishlaganingizni ko'rsatadi. Bu esa nafaqani qayta hisoblash uchun juda muhimdir. Agar korksona tarqatib yuborilgan bo'lsa, tegishli arxivdan ma'lumotnoma so'rashingiz lozim. Ba'zan arxivdan bunday ma'lumotnomani olish qiyin bo'lishi mumkin, ammo buning imkoniyatini izlash kerak. 5. Oilaviy holatni tasdiqlovchi hujjatlar agar o'zgarish bo'lgan bo'lsa,
Masalan nikoh guvohnomasi, nikohning bekor qilinganligi haqidagi guvohnoma, turmush o'rtog'ining o'lim guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari. Agar boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi haqida gap ketsa, musakkutama masam yayınlanganlari. Bu hujjatlar sizning oilaviy ahvolingizdagi o'zgarishlarni aks ettiradi va boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi yoki boshqa imtiyozlarga ta'sir qilishi mumkin. 6. Tibbiy ma'lumotnomalar yoki nogironlik guvohnomasi agar mavjud bo'lsa. Tasati ma deb tamam agar sizda nogironlik guruhini belgilovchi hujjatlar yoki ogir kasallikni tasdiqlovchi tibbiy xulosalar bo'lsa, ularni ham tayyorlang. Bular TMK, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi, xulosasi va nogironlik guvohnomasi bo'lishi mumkin. Bu qo'shimcha ijtimoiy imtiyozlar olishga asos bo'lishi mumkin. 7. Yashash joyini tasdiqlovchi hujjat agar o'zgarish bo'lgan bo'lsa. Masalan, vaqtincha yoki doimiy ro'yxatdan o'tganlik haqidagi ma'lumotnoma. Bu sizning yashash hududingizga bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan imtiyozlarni olish uchun muhim. 3-qadam. Qaysi idoraga murojaat qilish kerak? Barcha nafaqa masalalari bo'yicha asosiy murojaat joyi. Bu sizning yashash joyingizdagi mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi yoki to'g'ridan to'g'ri O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining hududiy bo'limidir. Ko'pgina hollarda mahalla bo'limi sizga dastlabki maslahatni beradi va qaysi hujjatlarni tayyorlash kerakligini tushuntiradi. Ba'zi hollarda ular sizga nafaqa jamg'armasiga murojaat qilish uchun yo'llanma ham berishlari mumkin. Eng yaxshisi avval mahalla bo'limiga borish, chunki sizga yaqinroq va ko'pincha u yerda qariya fuqarolarimizga yordam berishga ixtisoslashgan xodimlar mavjud. Agar mahallada yordam bera olmasalar, u holda to'g'ridan to'g'ri pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz kerak. Bu idoralarga tashrif buyurishdan oldin ish vaqti va qabul kunlarini aniqlashtirib olish tavsiya etiladi. 4-qadam arizani to'g'ri yozish. Arizani to'g'ridan to'g'ri nafaqa jamg'armasi bo'limida sizga beriladigan shaklda to'ldirish maqsadga muvofiqdir. Odatda Naneman ayni deputa açıvatatda bu şakıllar standartlaştırılgan bo'lib, unda sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, nafaqaga oid ma'lumotlar va qayta hisoblash yoki imtiyoz olish uchun asos bo'lgan o'zgarishlar ko'rsatiladi. Arizada siz nafaqani qayta hisoblashni so'rayman yoki qo'shimcha imtiyozlar tayinlashni so'rayman degan aniq iborani yozishingiz kerak. Arizangizda qisqacha, ammo aniq qilib, sizning holatingizdagi o'zgarishlarni yoki ilgari hisobga olinmagan ma'lumotlarni ko'rsating. Masalan, men 2018 yildan 2002 yilgacha fayzli kelajak MCH'da ishlaganligim sababli nafaqamni qayta hisoblashingizni so'rayman va ilova qilingan mehnat daftarchasi nusxasi va ish haqi ma'lumotnomasini ko'rib chiqishingizni so'rayman yoki turmush o'rtog'im vafot etganligi munosabati bilan boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini tayinlashni so'rayman va o'lim guvohnomasi nusxasini ilova qilaman. Arizaga barcha hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Asl hujjatlarni o'zingizda saqlang, faqat nusxalarini topshiring. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Birini idoraga topshirasiz, ikkinchisini esa qabul qilgan xodimning imzosi va muhri bilan o'zingizda saqlaysiz. Bu sizning murojaatingiz tasdig'i bo'ladi. 5-qadam murojaat qilganda e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlar. Sabırlı bo'ling, jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Ba'zan hujjatlarni tekshirish yoki qo'shimcha ma'lumotlarni so'rash uchun vaqt ketadi. Odatda arizalar qonun bo'yicha 15-30 kun ichida ko'rib chiqilishi kerak, ammo ba'zi murakkab holatlarda bu muddat uzayishi mumkin. Tamattekta savol berishdan tortinmang agar sizga biror narsa tushunarli bo'lmasa. Nafaqa jamg'armasi xodimlaridan aniqlik kiritishni so'rang. Sizning huquqlaringizni bilishga haqqingiz bor va sizga tushunarli tilda javob berish ularning vazifasidir. Murojaatingizning ro'yxatga olinganligini tasdiqlovchi hujjat oling. Arizangizni topshirganingizda uning ro'yxatga olinganligi haqida sizga shtamp qo'yilgan nusxasi yoki kvitansiya berilishini talab qiling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklarni oldini olishga yordam beradi. Unda qabul qilingan sana va ro'yxatga olish raqami ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Bu hujjat sizning rasmiy murojaat qilganingizning yuridik dalilidir. Masatda imkon bo'lsa farzandlaringiz yoki yaqinlaringiz yordamidan foydalaning. Agar siz uchun idoralarga borish yoki hujjatlarni to'plash qiyin bo'lsa, oila a'zolaringizdan yordam so'rang. Ular sizga katta yordam bera oladi, ayniqsa internet orqali ma'lumot qidirish yoki elektron xizmatlardan foydalanishda. Ularga bu videoni ko'rsating, ular ham vaziyatni tushunsinlar va sizga samarali yordam bera olishlari uchun to'liq ma'lumotga ega bo'lsinlar. Iltimos, ushbu video ostida o'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni yozib qoldiring. Siz
Sizning kommentariyalarınız boshqa nafaqaxo'rlarimiz uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Chunki sizning savollaringiz bizga kelgusi videolarni tayyorlashda yo'nalish beradi. Videoga like bosishni unutmang va albatta kanalimizga obuna bo'ling, chunki biz kelajakda ham siz uchun eng dolzarb va hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. Bu sizga eng so'nggi yangiliklardan boxabar bo'lishga yordam beradi. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Sog'lik va farovonlik doimo siz bilan birga bo'lsin. Sayr salomat bo'ling.